To'g'ri, tirik organizmlar uchun quyosh nuri juda ham foydali, lekin ayrim teri kasalliklarini quyosh nuri qo'zg'atishini bilarmidingiz? Quyosh nuri ta'sirida quyidagi kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Birinchi, polimorf yorug'lik dermatiti. Fotodermatozlar orasida eng ko'p uchruvchi kasallik hisoblanadi. Quyosh ta'sirida yurganda bir necha soatdan keyin terida qizarish, qichishish va shishlar bilan yuzaga keladi. Ikkinchisi, quyosh nuri ta'sirida yuzaga keluvchi torvoq, ya'ni eshak yem kasalligi. Quyoshda yurganda bir necha daqiqalar ichida yuz, qovoq, ko'z, qo'l sohalarida qavarchiqlar yuzaga keladi. Bu fotodermatoz kam uchraydi, lekin ketishi og'irligi bilan boshqa fotodermatozdan ajralib turadi. Uchinchisi, fotokontakt dermatit. Ayrim bir o'simliklar, mevalar sharbatlari, dorilar, kosmetik vositalar bilan quyosh nurini o'zaro ta'siri natijasida terida allergik reaksiyalar yuzaga keladi. Allergik hamda toksik ko'rinishda namoyon bo'ladi. To'rtinchisi, porfiriyalar. Irsiy yoki orttirilgan fotodermatozlar hisoblanib, boshqa fotodermatozlardan og'irligi bilan ajralib turadi. Terida pufaklar, chandiqlar, yaralar yuzaga kelishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib fotokontakt dermatitdan saqlanish mumkin? Avvalo, kunning issiq paytida zarurat bo'lmasa tashqariga chiqmaslik. Quyoshdan himoya qiluvchi kremlardan foydalanish. Bosh kiyim hamda quyoshdan saqlovchi soyabondan foydalanish. Bunga qo'shimcha kiyimingizni matosiga ham e'tiborliroq bo'ling. Issiq kunlarda sintetikadan qilingan kiyimlar teri kasalliklarini rivojlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun havo o'tkazadigan, yumshoq, paxta matodan qilingan kiyimlarni kiyish tavsiya etiladi. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling. Yuqoridagi kasallik belgilari sizda yoki yaqiningizda paydo bo'lsa, bizning klinikamizga tashrif buyuring.